Oyi, men ketyapman. Bo'pti, yaxshi borib kel bolam. Mayli, xo'p. Bor. Voy o'lmasam kim bo'ldi ekan? Tinchlikmikin shiqilib? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Keling. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Azimov Odil Ahrorovich, siz o'g'lingiz? Ha, meni o'g'lim. Zargarlik do'koniga qo'yilgan nazorat kameramizga shubhali tarzda tushib qolgan. Tekshiruvlar olib bordik. O'g'lingiz yonidan qimmatbaho ziraklar topildi. Voy. Surishtiruv ishlari shuni ko'rsatdiki, o'rtog'i Shohruh Iskandarovning oyisligiga o'g'irlikka tushgani aniqlandi. Bo'lishi mumkin emas, ukam. Yanglishmayapsizmi? Yo'q, biz yanglishganimiz yo'q. Sizning o'g'lingiz Voy. Odil o'rtog'ini onasini ziraklarini o'g'irlab chiqib sotib yuborganligi aniqlandi. Ma'muriy javobgarlikka tortdik. 10 kun ichida belgilangan summani to'lamasangiz, jinoiy javobgarlikka tortamiz. Bo'lishi mumkin emas, ukam. Mayli, sog' bo'ling. Men bolamni halol yedirib tarbiya beraman. Bo'lishi mumkin emas. Ha, ukam, yolg'iz onangni qiynab, senga nima kerak bor shu o'yinda? Aka, bu yo'lni xatoligini bilmagandim. Adashib qo'ydim-da bu yo'lga kirib. Bu o'yinda oxiri yo'qligini bilasan-ku. To'g'ri aka, bilaman oxiri yo'qligini. Boshida normalniy summa tikdim, zo'r foyda chiqdi-da, shunga yana qiziqib yana davom ettirdim. Endi qolganini 15 sutkada davom ettirasiz. Xo'roz.